Assalamu alaykum. Ben Baxtiyor Nasır. Gollandiyada yaşayman. Mening yurtim Sharq Turkiston G'o'lji Qurg'osnoyada bo'lib, singlim va uning yo'ldoshi Qurg'osnoyada yashaydi. Yaqindan buyon men olgan ma'lumotlarga asosan singlim Gulnorni 4 yillik turmaga hukm qilib kesib o'tganligini angladim. Onun yo'ldoshi Anvar Abdurimni 10 yillik turma jazosiga hukm qilib kesganligini angladim. Singlim Tursun Qurg'osnoyada yashagandan buyon hech qanday Xitoy hukumatining qonunlariga xiloflik ishlar bilan shug'ullangani yo'q. Onun yo'ldoshi Anvar Abdurimmi Xitoyga qarshi hech qanday jinoiy harakatlar bilan shug'ullangani yo'q. Ammo 2016-yili 9-oydagi cho'ng tutqunda oldi bilan singlimning yo'ldoshi Anvar Abdurimni tutib lagerga solib olgan. Keyingi vaqtlarda anglasak Anvar Abdurimni 10 yillik turma jazosiga hukm qilib, hozir Shixoning turmasiga olib solab qo'yibdi. Singlimmi 2 yilning oldida mening anglashimcha Qurg'osnoyadagi lagerga akirib ketibdi degan xabarni anglagan. Yaqindan buyon men anglagan xabarga asosan 2019-yili 2-oyning 28-kuni singlim Gulnor Tursunni 4 yillik turma jazosiga hukm qilibdi. Men Xitoy hukumatiningki singlim Gulnor Tursun va uning yo'ldoshi Anvar Abdurimni qo'yib berishini talab qilaman. Bu mening singlim bo'ldi, Gulnor Tursun. Endikisi uning yo'ldoshi bo'ldi Anvar Abdurim. Endi mening ismim Baxtiyor Nasır. Singlimning ismi Gulnor Tursun. Bunda bo'lishlik sabab singlim dadamning ismini familiya qilib ishlatgan. Dadamning ismi bo'lsa Tursun bo'ladi. Men dadamning buvisining ismi, yana dadam ishlatgan Nasırni familiya qilib ishlatgan. Hozir mening Xitoy hukumatiga qo'ydigan talabim singlimni va uning yo'ldoshi Anvar Abdurimni shartsiz qo'yib berishini talab qilaman.